2, 3, 4. Özünü donu deb bilgan 3-4 odam, özünü donu deb bilgan 3-4 odam, eshak tabiatdan qilur namayon. Ular suhbatinda sen ham eshak bo'l, bo'lmasa seni kofir deya qilurlar e'lon. Yegil bo'lib 3-4 odam qilishar davron. Eshak tabiatdan ko'z qilib nodonligin qilar namoyon. Suhbatiga bo'lmasang xayroh, seni yashashingdan izlarlar gunoh. Bilginki ular asli gunohkor gumroh. Gumroh nodonlar, gumroh nodonlar. Senga ayturlar kapol. Biz bilan bir umring bir safda tur, yoki la'natlagaymiz bir kofir bo'l. Ey bishi boyda kulib yashada, o'zini donu deb bilganlarning dastyori bo'l. O'zini donu deb bilgan 3-4 odam, tilida haqorat, dilida qutqu bor. Birgalashsa davronni egallab olgandek, lekin ich-ichida yuraklari xor. Ular kulsa devorlar ham sobit ketar, ular gapirsa rost ham egilib ketar. Sen jim tursang seni aybga solarlar, chunki nurdan qochar har bir gumrohlar. Gumroh nodonlar, gumroh nodonlar. Senga ayturlar kapol. Biz bilan bir umring bir safda tur, yoki la'natlagaymiz bir kofir bo'l. Ey beki boyna kulib yashada, o'zini donu deb bilganlarning dastyori bo'l. Lekin sen bil, haq yo'lidan qaytma. Hor hovuch shov keyin seni yutsin demayman. Ular bugun baland, ertaga jangga botar. Dono degan nomi o'z og'zida so'nar. Gumroh nodonlar, gumroh nodonlar. Senga ayturlar kapol. Ezman bir umring bir safda tur, yoki la'natlagaymiz bir kofir bo'l. Ey beki boyda kulib yashada, o'zini donu deb bilganlarning dastyori